kuzatuvchilarim, mana shu mani komandam. Mana shu mani ko'rvalinglar, bu mani komandam. Necha yillardan beri bular oldimda. Kimdir 2 yil bo'lgan, kimdir 3 yil, kimdir 5 yil. Lekin mana shu inson birinchi kundan yonimda. Birinchi kundan 13 yil bo'ldi mana. Komandam bilan faxrlanaman. Barchangizga rahmat kattakon. Yaxshiyam borsizlar. Bu insonlar mana shu kosmetologiyada rivojlanishimizga yordam bergan insonlar. Bilasiz, men hech kim emasman, ishoninglar. Bir kun ham ishlayman. Bittasi bo'lmasa, shularni ish to'xtaydi bizada. Ertaga ish yo'q deyman. Bu ketadigan bo'lsa agar ish yo'q, yopiladi klinika deyman. Mana shu komandam bor ekan, biz rivojlanamiz. Biz mana shunaqa klinikalar ochamiz. Shu klinikani ochishda ham tinmasdan mana shu insonlar ishladi. Preparatlar jo'natish bormi? Preparatlar olib keltirish, oddiy shprits bintlarimgacha hech narsani o'ylamayman. Bu narsani ham gapirgim kelgan edi. Ishoninglar, hech narsani o'ylamayman, bilmayman. Qayerdan nima sotib olinadi? Qayerdan shprits sotib olish kerak? Qayerdan bint sotib olish kerak? Nima uchun o'zi uni bilmayman. Men faqat tayyorlab berishadi, ishimni qilishi bilan bo'ldi. Shu insonlar meni 90% ishimni bajarishadi. Kattakon rahmat, yaxshi ham bular bor. Meni vaqtimga meni administratorlarim, muxlis administrator, Munavvar administrator, Yulduz Xorazm adminlari bular. Tak, Dilnoz opa yordamchimiz bizani medsestra, Yulduz administrator, Toshkent administratori, Dilshoda katta kosmetolog bu ham va bizni eng zo'r nima deydi, hamma narsa bilan да, бухгалтер, идемте, тоже идемте. Bizni xo'z отделimiz bu, xo'z обеспечение, hamma narsa bilan ta'minlab berib turadigan va qolaversa, Xorazmda meni direktorim, meni главный buxgalterim, meni главный buxgalterim, ish yurituvchim, kassirim. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Orzu qilganman har doim onajonimni ishlaridan, onajonimni bilimlaridan men ham qachondir foydalanar mumkinmandir dedim. Mana shuncha yil o'tib 70 yoshga kirganlarida mana shunaqa katta kompaniyamni Xorazm, Toshkent kosmetologiya klinikalarimni, firmalarimni yuritib beryaptilar. Kattakon rahmat onajonim, sizga ham. Hammaga rahmat, boringlarga shukur, intizor, siz ham rahmat. Siz ham chunki bu prosesda aktiv qatnashasiz. Bu prosesning eng chiroyli momentlarini bizning kuzatuvchilarimizga yetkazib beradigan mana shu mobilografimiz intizor bo'ladi. Rahmat hammaga, chiroyli o'tdi kunimiz. Urra! Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, молодцы. Biz buni amalladik. Biz buni uddasidan chiqdik. Молодцы. Hammaga rahmat, kattakon. Sog' bo'linglar. Xorazmlik qizlarni chiqsizlar, hammasi dim-dimmi. Bunchalar xushbo'y muchsizlar, o'g'irlab meni dilimni. Xorazmlik qizlarni chiqsizlar,